Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Siz bilan yana 5 daqiqa loyihasida uchrashib turibmiz. Agar insonga qo'yib berilsa, u samolarda uchishni, dengizlarda suzishni, yana ko'p narsalarni xohlaydi. Bu istaklar ilm tiliga tarjima qilinganda insonni nomukammal yaratibga aylantirib qo'yadi. Vaholanki, insonning yaralishi yaratguvchining qo'lida va u shunday bo'lishini xohlagan. Biroq ilmiy kashfiyot egalari hamisha odamzodni o'zgartirish, kuchliroq qilish istagida bo'lishgan. Aleksandr Belyayevning Amfibiya odam romani aynan shu mavzu atrofida bahs yuritadi. Asar voqealari iliq dengiz sohillarida odamlar va tabiat o'rtasidagi nozik chiziq buzilayotgan bir makonda kechadi. Bosh qahramon Ixtiyandir. U sizu bizdan farq qiladi, ya'ni suv ostida yashay oladigan, jabralar orqali nafas oladigan amfibiya odam. U inson aqlining tabiat ustidan hukmronlik qilishga urinishining mahsuli. Uni doktor Salvador ismli olim yaratadi va tabiatni to'liq anglash orqali uni o'zgartirish mumkin deb hisoblaydi. Salvador o'zini najotkor deb biladi. U bolani o'limdan qutqaradi, unga yangi hayot berdim deb hisoblaydi. Biroq olim bir narsani unutgandi. Inson faqat biologik mavjudot emas, u jamiyatning bir bo'lagi. Ixtiyandir esa jamiyatga sig'maydi, ikki dunyo o'rtasida qolib ketadi. U dengizda erkin harakatlansa-da, quruqlikka chiqqan zahoti nafaqat jismonan, balki ruhan nafas olishda qiynaladi. Yigitning hayotini Guttera ismli bir sohibjamol butunlay o'zgartirib yuboradi. Muhabbat sabab Ixtiyandir ilk bor o'zini inson deb his qila boshlaydi. O'zi hayotimizni doim shu sohibjamollar o'zgartirib yuborgan. Ana bu mashhur maqolimiz bor-ku, erni qiladigan ham xotin, yana bir nima, xullas chalg'maymiz. Lekin muhabbat Ixtiyandirni qutqarmaydi. Aksincha, halokatga yetaklaydi. Chunki bu muhabbat jamiyatning qonunlariga to'g'ri kelmasdi. Guttera oddiy inson, u jamiyat doirasida yashashga majbur. Ixtiyandir esa bu doiradan tashqarida. Ularning munosabatini ikki olamning to'qnashuvi deyish mumkin edi. Belyayev muhabbatni ideallashtirmaydi, aksincha ojiz qilib ko'rsatadi. Muhabbat jamiyatga qarshi kurasha olmaydi. Asarda insonlarning ochko'zlik yo'lidagi harakatlariga alohida e'tibor berilgan. Ixtiyandirning noyobligi kimlar uchundir boylik manbaiga aylanadi. Odamlar uni qo'lga olish, foydalanish, pul topish vositasi sifatida ko'rishadi. Shu o'rinda insonning haqiqiy qiyofasi ochiladi. U nafaqat tabiatni, balki bir-birini ham iste'mol qiladigan mavjudot. Salvadorning maqsadi juda bahsli edi. U ilm orqali insonning imkoniyatlarini kengaytirishni istardi. Lekin uning yaratgan narsasi oqibat mukammal bo'lib chiqmaydi, balki yanada ko'proq azobga mahkum qilingan mavjudot bo'lib qoladi. Bu yerda yozuvchi juda nozik fikrni ilgari suradi. Inson tabiatan nomukammal, lekin uni sun'iy ravishda mukammallashtirishga urinish yanada katta nomukammallikni keltirib chiqaradi. Avval ham bir o'rinda aytgan edik. Odamlar o'zi qabul qila olmagan har qanday boshqacha insonlarni yo'q qilishga tayyor. Ixtiyandirning aybi boshqacha edi. U yomon emasdi, xavfli emasdi, faqat jamiyat standartlariga to'g'ri kelmasdi. Asarda tabiat va inson munosabatlari haqida chuqur mulohazalar o'rtaga tashlangan. Dengiz erkinlikka qiyoslanadi. U yerda Ixtiyandir o'zini to'liq, butun his qiladi. Quruqlik esa cheklovlar, qonunlar va sun'iylik makoni edi. Yozuvchi shu orqali haqiqiy hayot qayerda? Tabiat qo'ynidami yoki sivilizatsiya ichidami degan savolni ko'nglingizga solib qo'yadi. Va yana bir gap, inson sivilizatsiya orqali rivojlanyaptimi yoki o'zini yo'qotyaptimi? Aslida ham shu, insonni o'zgartirishdan avval jamiyatni o'zgartirish lozim. Aks holda har qanday yangi inson eski muammolar ichida yo'qolib ketaveradi. Doktor Salvadorni sud qilishadi. Xudoning ishlariga aralashma deyishadi. Biroq hamma uning ishlariga aralashish bilan ovora bo'lgan jamiyatda bu ayblovlarning o'zi kulgili edi. Asarda doktorning juda kuchli so'ng so'zi bor. Do'stimiz Ixtiyandirning taqdiri ham mavhum emas. Mabodo bu asar haqida ko'rgan filmingizda hammasini aytishgan deb o'ylasangiz, adashasiz. Xullas, bularning barchasini o'zingiz o'qib olasiz degan umiddaman. 5 daqiqangizga rozi bo'ling.